Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Texno Xabar kanali. Xo'sh do'stlar, bugun navbatdagi sizlar uchun ajoyib unboxing, bu bizni yangi unboxingimiz bo'ladi. Bu eng katta hajmdagi unboxinglarimizdan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun sizlar bilan birgalikda do'stlar mana shunaqangi Aula firmasidan, ya'ni Aula kompaniyasidan biz mana bunaqangi kreslo zakaz qilganmiz. Sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsangiz videoga bir dona like bosib, hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqchani bosish esingizdan chiqmasin. Tayyor bo'lsanglar, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bugun sizlar bilan bu kreslomizni ko'rib chiqamiz. Hamma joyi sizga ochib olamiz. Nihoyat biz kutgan kunlar keldi. Ochamiz esa. Opa. Plastikni bu yerdan ochib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizda birinchi o'rinda arzongidek og'irgin ekan. Mana shunaqangi kreslomizni oyog'i pauk tipa oyog'imizni yo'qqa qo'yamiz. Va biz bu yerda stolimizni bu tegi Bismillah deymiz do'stlar. Opa. Ana bizning kresloyimiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Chetlari yonadi buni do'stlar. RGB patetkalar bilan jihozlangan bu. Nasib hozir ko'ramiz sizlar bilan. Mana tagida qancha komplektatsiyalarimiz bor. O'zini narsalari bor ichida. Bu yerda bizni yostiqchamiz do'stlar. Mana o'sha Aula firmasining logotipi.
Shuni ochib olamiz. Bittadan qo'yib chiqamiz oyoqchalarini. Oba. Oyoqchalari ham zo'r ekan. Aytla vashi. Izloyimizdan ko'rishim oyoqlari shivdar. Prizi 80 kilogacha deyilgan bu. Oba. Albatta oyoqchamiz. Kolyosalar. Oba. Va navbatdagi oxirgisi. Joylashtirish qiyinroq. Biroz qiyinchilik tug'dirdi. Qo'yamiz. Bo'ldi azizlar, mana oyoqchalarni joyladik. Bidak A'dan boshlaysan deyapti, oyoqlarni yig'dik. Endi mana bu narsani o'zimizga kerak ekan. Bizning markazimiz, yuragimiz deydimi, shu narsa bizani ko'tarib turar ekaningizlar. Tak. Bu yana xotirlarniki. Bo'ldi. Shu bo'ldi. Mayli, chiqib bo'lmaganki. Bo'ldi. Tushdi. To'g'ri qo'ydik ekan. Короче, bo'ldi. Tushdi bu. Endi buni ustidan yopamiz. Tepasi bu. Ikkinchi o'rinda deyapti, tagini yig'amiz. Kresloyimizdan tagi qismi. Oho, tagida ham bir qancha narsalari bor ekan bu. Tepa bo'ladigan bo'lsa, bunaqasiga bo'ladi. Chunki grafik shunaqa ko'rsatilgan. Mayli, shunaqasiga qo'yamiz-da buni. Bunaqa joylanar ekansizlar. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Tegini qo'yib oldik, endi buni biz qotirib chiqamiz. Mana borchlar bor, buni ko'rishimiz mumkin. Mana qanday borchlar bilan qotirib chiqamiz buni hozir. Mana bo'ldayizda tagini ham qo'yib oldik. Kabelchasi ekan. Idaki yonidagi ikkita ruchkalarni qo'yamiz deyapti. Mana bu narsalarni qo'yamiz hozir. Tak. Вообще zo'r. Кожаный materiallar вообще zo'r. Ikkinchi qo'limizda buni ham sekin bu yoqqa qo'yamiz. Hozir endi mana bu bo'lgandan keyin bu ikki yondan bunaqa holatda turadi. Tak. Bunaqasiga qotadi bu. Bunaqasiga. Bu bunaqasiga ekan. Bo'ldi, mana shunaqasiga qotirib olamiz. Bo'ldi, вообще zo'r qotdi bu. Rezbalar hali ochilmagan o'sha uchun. И всё. Tagimizdan ham qotirib oldik azizlar. Endi tak. Buni mindirasan deyapti ustiga. Mindirasan deyapti. Mana buni ustiga. Oba. Anchagina og'ir.
bo'ldi mana. Manimcha o'rnashdi do'stlar. Pastki qismimizni ham ko'tarilar ekan bunday qilsa. Bunday qilsa mantlari ko'tarilyapti bolalar. Bolajonlar. Tak, endi mana bu ustki qismini kiydiramiz. Oba. Sallarni qo'yamiz. Bismillah, do'stlar, mana ochamiz. Opa. Kresloyimizni mana izlab cheklaymiz qismi. Yumshoq mana. Ayshi maza qiladigan joyi mana shu bolalar. Tak, endi buni bu yoqqa olib kelib olamiz. Va buni mumkin kiydiramiz ama. Atiga kiydirar ekanmiz buni. Ha, yoniga qotirar ekanmiz buni. Ha. Keladi. Kallani ishlatish kerak, kallani deydi. Qarchi, mana shu to'g'ri bo'lsa bo'ldi, qolgan joyi to'g'ri ekansizlar. Mana shu yerdan to'g'rilab o'tirishimiz kerak. Oba. Oba. Yaxshi. Tak, chiqadi uni mana bu atverkasi. Ketdi. Şurada düşmeyapti bu. Yaramaz. Toprak. Düşürsen hem düşürsen, düşmezsen hem düşürsen değil diyor. Evet, bu bunu düşürüp aldık. Şimdi bunu patramızdayız da. Yolga qarab qo'ydi bir. Oqsoq tushmay o'tirmasin sizlar. Mana deylar. Oba. Çok geldiler.
miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, you're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 И все, oxirgi boltimiz bo'ldi. Biz bolt qotirmaymiz boshqa. İki taraf chiqar yana. Oba. Keyin xo'sh, bizda mana bu narsa qolyapti do'stlar. Nedir yomon deb olingan. Tak, mana bu narsalar chiqdi do'stlar bizlar. Hozir cho'g'a yo'q, ko'rishimiz mumkin. Bizda kabel chiqdi mana bunaqangi. Ikki uchanaqa ulanadigan, bitta uchanaqa pitaniya kabel. Bizda anaqa Honji Hua Kanjuwa degan qog'oz chiqdi ichidan. Va bizda bir dona pult. Ya'ni qilib RGB kontrol qilamiz do'stlar. RGB chiroqlarimizni. Birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz instruksiya yo'q ishlatilmagan. Kabellar bunday jarayonlar. Xullas, sizda mana shu kabel ekan. Shpoq to'la ekanmiz. Bunisi shpoq to'la ekan. Bu kabelni qatiga tiqamiz eng qiziq. Shuni o'ylanyapman. Xullas, buni keyin joylashtiramiz azizlar. Aytdim bitta. To'g'ri ekan. Rachkan. Batareyasi bor. Biz kiresiz. Yo'q, vazlar hozir kabellarni oldim. Men buni yopishtirib olay bu birinchi. Ho'p. Naqadar yumshoq mana. Voy. Hashi maza qilasizlar do'stlar bu. Yumshoqligiga. Tak, endi buni kresloyimizga taqamiz. Çok yomon. Qarab turgan bir bitta. İki ham pastdagisi. Navbatdagi. Shuni turargan do'stlar bo'ldi bu.
lekin anaqa takoy yo'qsiladigan narsalar qo'ysa zo'r bo'lardi. Keyin nega chiqmadi? Uning ichida unaqa narsa yo'q edi-yu. Ayz tayyor. Respoyimizda. Yig'ib bo'ldik. Kompyuterimizning kreslosi tayyor. Ko'rishinglar mumkin, takoy endi maza qilib bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Mazligi ko'rsataman yana buni. Xo'sh azizlar, endi buni hamma narsasi tayyor. Endi faqat buni biz RGB podsetkalarni joylashimiz kerak. Tak, buni joylashuv qanaqa tak. Okallarim bor mana. O'tmaydi. Ishdan keladi-da, soq qo'yiladi. Wow. Qolgan kabellarni yo'nargan. Oh my god, what's Oh my god! Wow! Oh my god! Wow! Wow, mana bo'ldi. Просто так wow. Wow, rejimda lobby qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Вообще красавчик bo'ldi do'stlar, вообще красавчик. Pulda jonlarim mana ko'raverasizlar, ko'raverish kerak. RGB podsetkali. O'chirib qo'ysanglar bo'lekan, tak. Tak. Speedi bu tezligiga. Shpolatamiz azizlar, ozmi chiroqni o'chirib ko'rsataman sizlarga. Okajonlarim tayyor bo'lsa ko'rsataman sizlarga. Oba. Ashi maza-yu. Ashi gulchala bo'lib ketdi bu yo'q. Wow. Ko'z quvniydi, buni ko'rasizlarmi? Mana RGB, sizlarga RGB. Aula. Gap bo'lishi mumkin emas. Просто wow. Bu bir xil svet ekan. Ko'k, bu yashil, olislar. Ko'k, olislar fioletoviy. Blok bo'lsa-da. Tak. Abi yorug'ligini ligrovka qilsalar bo'lar ekan. Ligirovka. Autofan. Obada o'tiragansizlar, sizlar qarochi maza qilib, hamma joylarda anaqa RGB svetda yonib turadi. Bemalol mana ko'rishinglar mumkin. Ular ham shu zo'r joylashadi. Ular bu yoqqa buriladi, bunisi ham. Ular ham o'tirishinglar uchun. Tak. Ichini mamsini yotqizsanglar ham bo'ladi. Endi yotib, bemalol uxlasanglar bo'lagan azizlar. Shu maza bo'ldi-ku. Hagimda bir narsalar yo'qotdi bolalar, bilmayman. Nima bo'lsa ham. Ashi bomba. Chotki. Ular sizlarga yana bir qisqacha ko'rsatib o'taman. Ya'ni kreslomizning to'liq ko'rinishini. Xo'sh, okajonlarim mana ko'rishimiz ham mumkin. Kresloyimiz ashi chotki, mana aula. Ya'ni ko'rshapalak ko'zlari. Materialiga keladigan bo'lsa, koja, mana ko'rishinglar mumkin juda ham ishlov berilgan. Bu yo'q, mana RGB podsetkasi bor ekan. Endi bilmadim, ashi chiroyli. Doda xo'jasi deydi-yu.
ishi zo'r chiqqan, gap yo'q. Har xil rejimlari bor ekan buni. O'zingizlarga yoqqan uslubda bemalol maza qilib tomosha qilishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Chot kelgan ishi. Avto. Xullas azizlar, shunaqangi chiroyli kresloyimiz bor. Xo'sh do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Bizning kresloyimiz tayyor, biz yig'ib bo'ldik. Endi ushbu kresloyimizning narxiga qiziqadigan bo'lsanglar, ekranda burchagida ham chiqadi. Ushbu kresloyimizni biz 2.415.000 so'mga xarid qildik. Ya'ni qayerdan desanglar, bu APG o'zidan yoki qanaqangidir magazindan emas. Buni biz Ejus internet do'konidan xarid qildik. Akalarimizga kattakon rahmat, bizga yetkazib berishdi. Va do'stlar, buni yetkazib berish xizmati o'sha magazinning o'zida yo'q ekan, shahar ichida ham yo'qdir. Biza ushbu kresloyimizni olib kelish uchun men taksilar bilan gaplashdim, ya'ni shahardan shaharga, viloyatlararo yuradigan taksilar bilan 70.000 so'm bilan olib keltirib oldim. Soat kechqurun 3:30 da keldi do'stlar, menimcha. 3:30 da telefon qilib, mana shu kresloyingiz keldi deb eshigim tagiga berib ketishdi. Shuning bilan do'stlar, bugungi video roligimizni shu yerda yakunlaymiz. Agar sizlarga video roligimiz yoqqan bo'lsa, videosiga tushib bir dona like qilmas hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Texno Xabar kanali bo'ldi. Nasib qiladi bundan-da zo'r unboxing, obzor videolarimiz chiqadi. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Omonlikda ko'rishguncha.